Assalomu alaykum akalar, ukalar. Shved bo'g'oz ishqibozlari. Akalar shvedni zo'riga keldim mana, koniga kelib oldim akalar. Mana shu shvedlarimiz sotiladi akalar. Bo'g'ozi bor, bu yerda qochgani, qochmagani bor ekan akalar. Mana shvedlarimiz sotiladi. Bu shvedlarimiz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida turibdi, Qorajida qishlog'ida akalar. O'tib bu yerda oxirgisida Jersey ham bor ekan mana. Jersey zotini biladiganlar bo'lsa mana akalar aytinglar. Toza Jersey ekan akalar. Mana shvedlarimiz sotilar ekan. Bulari ichida qaysi bo'g'oz dedingiz? Faqat tez. 1 oylik. Mana bunisi. 1 oylik. Bunisi 1 oylik ekan akalar. Buni 5 oylik. Bunisi 5 oylik. Mana gumon. Bunisi bunisi gumon ekan akalar. Mana shu uchosi hisobda bo'g'oz ekan. Ani o'rtadagi 5 oylik, narigi 1 oylik. O'ziga qo'l soldirib qo'yibdi akalar kelsa. Qo'l soldirib qo'ydim deyaptilar. Endi 50 debdi mana uni. Bunlari xudo xolasa bo'g'oz ekan. Bunisi 1 oylik chiqibdi, bunisi 5 oylik chiqibdi. Bo'yi 1.35 esa bularni 1.30 ashna atrofida akalar. Bularni 1.20 dan. Bu xudo xolasa mollarimiz javob deyaptilar. Yevishi, sog'lomligi hammasi tana xonajillar ekan akalar. Telefon qilaverasizlar, qolgan ma'lumot telefonda